Assalomu alaykum. Demak, bugun ikkinchi darsimiz. Mavzuyimiz nima sababdan shuncha ishlasam ham menda pul bo'lmaydi deb nomlanganida, bugun sizlar bilan birozgina yana ham chuqurlashamiz va aynan nima sababdan bunday holatga kelib qolganimizni gaplashib chiqamiz. Lekin undan oldin kecha ba'zi bir narsalarda kamchiliklar bo'lganida darslarimizda ana shu kamchiliklarni bugun to'ldirib o'tamiz. Demak, boshladik. Diqqat bilan e'tibor beraylik. Bizni har qanday holatdagi reaksiyamiz, ya'ni gapirib o'tdik, biz o'zimiz xohlagan va xohlamagan tarzda egalik qilish, eshitilish, tan olinish va pul uchun harakat qilamiz dedik. Endi bitta tomoni bor. Ko'p odamlar tushundiki, aslida nima uchun harakat qilishini, nima uchun intilishini, nima uchun ishlashini ko'p odamlar tushundi. Kommentariyalarda o'qidik, ko'rdik bu narsani, xursand bo'ldim. Lekin ko'p odamlar mana shu holatga qanday reaksiya qilishini ko'pchilik tushunmaydi. Qanday munosabat qilishini tushunmaydi. Bugun shu narsani biroz kengroq qilib yoritib beramiz. Demak, bizni asosiy yo'nalishimiz pulga bog'liq bo'lgani uchun pul topishga rahbar odam o'zini qilayotgan ishi, munosabati, xatti-harakatiga bog'liq bo'lgani uchun aynan pulga qarab yo'naltiramiz ko'p narsamizni. Diqqat bilan e'tibor bering. Rahbarga ish emas, emotsiya olish muhim bo'lgan holatda, ya'ni emotsional o'zini ichidagi narsasini to'ldirish muhim bo'lgan holatda qanday harakat qiladi? Yo egalik qilishni olish kerak, yo eshitilishni olish kerak, yo tan olinishni olish kerak, yo pul topish uchun harakat qilishi kerak edi. Harakat qilish kerak edi. Lekin bular bo'lmadi. Bular amalga oshmadi. Endi u nima qiladi? Agar shu ozuqani ola olmaydigan bo'lsa, odamda 6 xil reaksiya paydo bo'ladi. Birinchisi, xafa bo'ladi. Ya'ni hamma uni qo'llab-quvvatlamadi, zo'rsan demadi, molodets demadi, maqtamadi. Boyaga aytib o'tgan 4 ta narsamizni ola olmadi. Bu 4 ta narsani ola olmadi. Xafa bo'lishni ko'p ko'ramiz. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsanglar, misol uchun sezon, ish vaqti, ish aynan qizigan vaqti, ish aynan yurish kerak bo'lgan vaqti xafa bo'ladida telefon o'ynab o'tiraveradi. Yoki bo'lmasa qayoqqadir ketib qoladi, norozi bo'ladi, janjallashadi, lekin xafa bo'ladi. Bu birinchi reaksiyasi. E'tibor beringlar. Yana bir marta aytyapman, agar sizga ish kerak bo'lsa, ishni yurg'izish uchun hamma narsani qilish kerak emasmidi? Yo'q, xafa bo'ladi. Ikkinchisi, o'zini past bilishni boshlaydi. Ya'ni o'zini, biz hozirgi zamonaviy tilda aytganda samootsinkasi tushib ketadi. O'zini xohlagan narsasiga erisha olmadi, xohlagan narsasini ola olmadi, o'zini past bilishni boshlaydi-da, yo'q, men bunga loyiq emasman. Men buni eplay olmayman. Men qiynalaman. Meni qo'limdan kelmaydi. Mana shunday narsalar odamning ichida boshlanadi-da, borgan sari o'ziga yopilib ketaveradi. Na odamlar bilan gaplashadi, na muomala qiladi, na munosabat qiladi, hech qaysi biri yo'q. Faqatgina o'sha o'zini o'zi past bilishni boshlaydi va yopilib ketaveradi. Bu ikkinchi reaksiya. Yana bir marta aytayapman, agar sizga ishni bitirish kerak bo'lsa, nima qilib bo'lsa ham xodimingizni ko'nglini olasizmi, ko'ngliga yo'l topasizmi, gapirasizmi, manipulyatsiya qilasizmi, boshqarasizmi, provokatsiya qilasizmi, o'sha ishni oxiriga yetkazish kerak emasmidi? Tim bo'li, agar xodim zo'r mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan yaxshi mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, uni o'ziga yarasha fe'l-atvori bor. O'ziga yarasha fe'li bor. U shunchalik prosta tak ishlamaydi, o'ziga yarasha ehtiyojlari bor. Uni ham mana bu tomonlari bor. U ham faqat pul uchun ishlamayapti. Va bu narsani hisobga olib harakat qilmaydigan bo'lsangiz, o'zingizga yarasha natija kelib chiqaveradi.
Endi diqqat bilan e'tibor beraylik. Agar xafa bo'lish bo'lmadi, o'zini past bilish bo'lmadi. Yana bitta reaksiya paydo bo'ladi odamda, bu agressiya. Jahl qiladi. Jahl chiqadi. Urushishni boshlaydi. Dangira-dangir. Hay baraka topkur. Bu ishlash jarayonida bu janjallashish to'g'ri kelmaydi. Janjallashadigan davr bor, jahl qiladigan davr bor. Lekin bir odam o'zini vazifasini bajarmaganda yoki vazifasini bajarish jarayonidagi xatoda emas, aynan uni kayfiyati hisobga olinmaganda shu ishni qiladi. O'zimizda bitta holat bo'lgan. Bir kompaniya bilan kelishilingan, bitta vaqtga borishimiz kerak bo'lgan. To'g'rirog'i meni olib bitta kompaniya meni o'ziga sherik qilib, bitta kompaniyaga dizayn qilgani borishimiz kerak bo'lgan. 5 minut kech qolganmiz. Rovna 5 minut kech qolganmiz. Bilasizlarmi nima holat bo'lgan? Haligi odam xafa bo'lgan kechikkanimizdan, bizni oldimizga chiqmagan va o'sha biz borishimizdan boshlab o'rtog'i bilan yonidagi xonadagi o'rtog'i bilan narda o'ynashni boshlagan. Narda o'ynaganini ovozini biz narigi xonadan eshitib turibmiz va kotibasi chiqib aytayaptiki, bo'ldi, vaqtlari yo'q ekan. Vaholanki shu odamni ishi bitishi uchun biz ko'proq kerak edik. Xo'p dedik, ketdik. Boshqa hech narsa bo'lmadi. Va ba'zi holatlarda xuddi shunaqa vaziyatlarda jahl qilinadi, gapirib o'tganimizdek. Agar ish bitirish kerak bo'lsa, biroz boshqacha yo'l tutish kerak bo'ladi. Yana bitta varianti manipulyatsiya qilinadi. Manipulyatsiya qilinishi ish bitishi, ishni oxiriga yetkazish uchun emas, aynan o'zini xohlagan narsasini olishi uchun, egalik qilish, eshitilish, tan olinish va kamdan kam holatda pul uchun. Kamdan kam holatda pul uchun. Odam o'zini maqsadiga, o'sha emotsional ozuqasini ola olmay qolgandagina manipulyatsiyani boshlaydi. Ko'p manipulyatsiyalarning tagi aynan o'zini aytganini qildirish xolos, undan boshqa narsa emas. Va buni oqibatida ish rivojlanishi, kompaniya oldinga yurishi haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shu odamni egosi ozgincha boqib olinadi, bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Yana bitta reaksiya bor. Ko'pchilikda aynan o'zini ozuqasini ola olmagan paytda apatiya boshlanadi. Ya'ni bo'ldi, kerak emas. Boya ham aytdim-ku, xafa bo'lib qolgan, bo'ldi, kerak emas. Ko'p bo'lgan bunaqa holatlar. Ko'p ko'rganman. Juda ko'p odamlar aynan mana shu apatiya, o'zini xohlagan narsasiga o'sha momentda, o'sha lahzada amalga oshmaganida voz kechib yorganini orqasidan qancha katta narsalarni yutqizganini ko'rganman. Mani eshitmayaptimi? Kerak emas. Men xohlagan narsa bo'lmadimi? Kerak emas. Balki birinchidan shu narsa bo'lmaganida bir Xudoning hikmati bordir, bir yaxshilik bordir. Balki hali unga tayyor emasdirmiz. Balki o'shanga mos tayyorgarligimiz yo'qdir. Balki uni ko'tara olmasmiz. Balki bizni o'zimizda hal qilishimiz kerak bo'lgan narsalar bordir. Yo'q, buni hech qaysi hisobga olinmaydi. Kerak emas. O'zim bilaman dedimmi? Kerak emas. Va mana shu holatda yashashda davom etamiz. O'ylab ko'ring. Va oxirgi reaksiya, endi biznesmen, diqqat bilan eshiting. Va juda ham sizga tanish holat bo'lishi mumkin. Biznesmen o'zini ozuqasini, o'zini pastsanab ham ola olmadi. Xafa bo'lib ham ola olmadi. Jahli chiqib ham ola olmadi. Manipulyatsiya ham qila olmadi. Apatiya voz kecha olmadi. Iloji yo'q. Endi u narsani boshqa joydan izlashni boshlaydi. Boshqa joy qayerdan? Oilasidan. Oilasiga borib jahl qiladi. O'zi kuchi yetadigan, o'zini uni oldida ojiz bo'lgan har qanday odamga borib o'zini barcha agressiyasini, jahlini chiqarishni boshlaydi.
o'sha odamga to'kib soladi, o'sha odamga chiqaradi. U farzandi bo'ladimi? Ko'pchilik ota-onasiga ham xuddi shunday qiladi. Ba'zida konsultatsiya bo'ladi yoki onlayn konsultatsiya bo'ladi. Ko'p onlayn konsultatsiyada menimcha o'zingizlar ham guvoh bo'lgansizlar. Ichidagini chiqarishni boshlaydi. Ey baraka topkur, men sizni bu muammoga tiqdimmi? Yo'q. Shu muammoga kirishingizga men sababchi bo'ldimmi? Yo'q. Shu muammoni men sizga kuchaytirib beryapmanmi? Yo'q. Men nima qilmoqchiman? Men yechim bermoqchi bo'lgan odamman. Unda nima sababdan menga jahl qilyapsiz deb aytaman. Chunki bilinglar, mana shu 3 ta asosiy narsa olmasa odam o'zini to'liq to'ygan his qilmaydi. Shu sababdan hamma narsani dabdala qilishni boshlaydi. Ikkinchisi, xodimlarga ish kerak emas. Xodimlarga ishini ishlab, shuni orqasidan pul topishi kerak emas. Ularga ham xuddi mana shu narsalar kerak. Ular ham yo xafa bo'ladi, yo jahli chiqadi. Eng qizig'i, rahbar jahli chiqsa xodimdan oladi. Diqqat bilan e'tibor beringlar. Xodimmi jahli chiqsa instrumentlardan oladi. Yoki ofisdagi narsalardan oladi. Yoki ofisdagi klientlardan oladi. Yoki bitim kontrakt bo'lish kerak, ana narigi kompaniyani xodimiga shunda bitta sanchib qo'yadi. Dabdalasi chiqib turaveradi. Ana ko'rdingmi deydi. Ofitsiantlar mana shu narsani ola olmasa, ofitsiantlarni jahlini chiqarmanglar. Ovqatinglarga yo tupurib qo'yadi, yo bir narsa qilib qo'yadi. Bu ham o'sha ola olmaganidan. Bilib olinglar shunaqa narsalarni. Ko'p bo'ladi bunaqa holatlar. Yoki manipulyatsiya qilishni boshlaydi. Manipulyatsiya ham u ham kuchini yetganini manipulyatsiya qiladi yoki voz kechadi, kerak emas deydi. Tayyor ishlab turgan ishidan voz kechib yoradi. Pul kelib turgan, tayyor bo'lib turgan narsadan voz kechib yoradi. Keyin qiynalib yuradi. Ko'p ko'rganmiz bu narsani. Va uni ham eplay olmasa, keyin bu narsani boshqa joydan qidirishni boshlaydi. Boshqa joydan, qayerdan? Oilasidan, o'zi kuchi yetadigan joylardan, o'zi kuchi yetadigan tomonlardan qidirishni boshlaydi. Rejalashtirilgan ishlar muhim emas. Rejalashtirilgan vaziyatlar, qilingan biznes planlar, oldinga qo'yilgan maqsadlar muhim emas. Mana bular muhim. Bu kerak emas. Va o'tgan safar ham aytdik, ko'p odamni qilgan rejasini asosiy maqsadi mana bu. U reja amalga oshmasa yana ketdi boshlanadi. Yo xafa bo'ladi, yo o'zini past ko'radi, yo jahl qiladi, yo manipulyatsiya qiladi, yo voz kechib yoradi, yo xuddi shu narsani boshqa narsadan qidiradi. O'ylab ko'ringlar, biznesga kirayotgan odamlarda bu narsalarga e'tibor o'ta darajada yo'q. E'tibor qaratilmaydi. Shuning uchun bilib olinglar, bu narsani men o'zim aytmayapman, bitta akamiz aytib berdi bu narsani. Insonni biznesi o'zini shaxsiy rivojlanishidan ozgina pastda turadi xolos. Shaxsiy rivojlanish o'ssa, biznes ham o'sadi. Va shu sababdan odamni o'zi bir joyda to'xtab qolsa, biznes stiklanli patologda tiqilib turaveradi, tepaga ko'tarila olmaydi, chunki odamni o'zi bunga tayyor emas. Mana gap qayerda? Xudoga nisbatan bo'lgan holatda ham xuddi shu. Biz kuniga 1000 ta zikr aytib qo'ydik. 500 ta salovat aytib qo'ydik. 200 ta istig'for aytib qo'ydik. Endi meni ishimni bitirib berish kerak. Endi meni biznesim yurish kerak. Endi men qarzimdan qutulishim kerak. Men qarzdan qutuladigan duoni o'qib qo'ydim, endi men qarzimdan qutulishim kerak. Oy, baraka topkur, qarzdan qutuladigan duoni o'qiganda ichida ma'nosi bor. Ey Xudo, meni dangasalikdan saqla, kasallikdan saqla, boshqadan umid qiladigan qilma. Bu degani turib harakatingni qil degani aslida. Lekin biz duo qilib qo'ydik. Endi xuddi shu narsalar bo'lishi kerak. Va u narsa amalga oshmadimi, boshlanadi. Xuddi mana shu jarayon. Xudodan xafa bo'lish, jahl qilish, ko'pchilik jahl qilib ibodatlarni vaqtida qilmaydi yoki ba'zan teskarisini qiladi, yoki bo'lmasa dinni o'zini manipulyatsiyasi yo'lida ishlatadi, yoki voz kechib yorishga urinadi, yoki men loyiq emasman deb turib o'zini pastga uradi, yoki xuddi shu narsani boshqa joydan qidiradi.
Biz hozir mana shu studiyamizda yozayotgan paytimizda bitta savol chiqib qoldi. Hozir shu savolni berishadi, javob berib o'tib ketaman. Gapiring. Ustoz, bitta savol bor edi. Hozir Ustoz emas, Muslim aka. Gapiring. Xo'p, Muslim aka, bitta savol bor edi. Hozir men bu joyda aytayotgan narsangizni xulosa sifatida yanada soddalashtirsak-da, ya'ni ikkita inson turibdi, misol uchun rahbar turibdi, xodim turibdi. Ikkalasini ham o'zini ozuqasi bor, kutayotgan narsasi bor. Rahbarni xodimga nisbatan kutayotgan narsasi bor, olmoqchi bo'ladigan ozuqasi bor. Xodimni rahbarga nisbatan olmoqchi bo'layotgan ozuqasi bor. Shuni misol tariqasida yanada soddaroq qilib imkoni bo'lsa aytadigan bo'lsak naqasida. Ya'ni rahbar misol uchun xodimiga nimadir ishni buyurdi-da, xodim qaysidir vaqtda qilaman dedi, lekin vaqtda qila olmadi. Keldi-da, xodim vaqtda qila olmaganligini, xatosini, boshqa narsani tan olmadi-da, misol uchun shu ish haqida, boshqa narsa haqida gaplashib ketdi. Rahbar bu joyda xodimidan kutyapti, sen misol uchun mana sanada va'da bergan eding, lekin o'sha naqada qilmading, nima sabab bo'ldi degan uni xodimni o'zini xatosini tan olishini kutyapti rahbar. Xodim esa xuddi ichini bilmaganday, men o'zi qilib keldim-ku, mana qilib keldim-ku deb ketiryapti, lekin kech ketiryapti misol tariqasida. Savolingizni javobi itak aniq-ku. Ikkalasi kutayotgan narsasi shu. Ya'ni asosiy aytmoqchi bo'lgan narsam bu yoqda xulosa sifat to'g'rimi, sizni bilmoqchiman. O'zi rahbarga nima kerak edi? Rahbarga o'sha ishini bitganligi kerak edi. Mayli to'g'ri kechikdi, boshqa narsa qildi, xatosini misol uchun tan olmadi, misol uchun mayli o'zini yo'liga ishni bitkazdingmi? Xo'p, nima bo'ldi deb ketish kerak edi. Lekin u xodim xatosini kechiktirganligini tan olmaganligi uchun rahbar uni manipulyatsiya qilish boshlaydi. Misol uchun sen kech qolding, sen qachon va'da bergan eding o'zi? Ishni bitganligi chetda qolib ketyapti-da. Asosiy boshqa narsaga o'tib ketyapti. Javob savolingizni o'zini ichida, tushundingiz. Endi boshqa tomonga o'tamiz. Agar rahbarga haqiqatdan chekka qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Tepasiga qo'ying. Agar rahbarga haqiqatdan shu ishni bitirish kerak bo'lsa, birinchidan shunga mos odam topar edi. Agar bitmagan bo'lsa, bitishi uchun u bilan boshqacharoq gaplashardi. Ya'ni muddati qanaqa yoki qaror qabul qilardi. Demak, bu xodim mamdiki. Avvalo hamma narsani yozmay kelishib olish muhim. Yozma. Aytilinadi, shunaqa tadqiqotlar bor. Agar sizga kimdir o'zini fikrini yoki gapini bildirmoqchi bo'lsa, hozirgi kunda Telegramda o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Pochta orqali yozing deylar ekanda. Pochta orqali yozgan narsani o'zgartirib ham bo'lmaydi. Boshqacha qilib ham bo'lmaydi. O'chirib ham bo'lmaydi. SMS ga o'xshagan. SMS ga o'xshagan dalil bo'lib qolaveradi har doim. Tushunyapsiz-a? Mana shu narsa yo'qligi uchun ko'proq odamlarda kelishmovchiliklar bo'ladi. O'tgan safargi darsimizda eshitdingizmi birinchisini? Aytilingan narsa bor edi. Ko'p xodimlar, rahbarlarning asosiy maqsadi o'zini xohishini amalga oshirish. Shuning uchun ko'pincha to'g'ri kelmagan xodimni o'zi qidirib topadi, uni ustidan o'zini hukmini nima qilish uchun? Yurg'izish uchun. Va shunaqa odamlarni bilaman. Tirik misol, birorta bir ishni topshirish uchun 6 oy, 7 oy oldindan harakat qilib odam qidiradi, mutaxassis qidiradi. Tushunyapsiz-a? Va sizni savolingizni yana bitta joyda gapiramiz, savolingiz haqida, ya'ni mana bu belgilagan joylarimiz bor edi hali. Shu joyda savolingizga yana javob chiqadi. Xo'pmi? Demak, davom etamiz. Xudoga nisbatan gapirib o'tdik va diqqat bilan e'tibor beringlar, diqqat bilan e'tibor qaratinglar. Odamni asosiy maqsadlari mana shu bo'lgani uchun ko'p odamlarda birozgina pul topganidan keyin, birozgina rivojlanish, o'sish bo'lganidan keyin atrofidagilarga nisbatan bu narsani ololmaganidan keyin pul topdi va buni ololmayapti. Shu ko'zimga yomon botyapti-da, shu chizish esimdan chiqib qolgan ekan boya. Ko'p odamlar pul topganidan keyin o'zini bosar tusarini bilmay qoladi.
o'zidan juda ham katta narsalarni tashqariga chiqarishni boshlaydi. Yo o'ta darajada agressiv bo'lib qoladi, o'ta darajada hammadan xafa bo'laveradigan bo'lib qoladi, o'ta darajada talabchan bo'lib qoladi. Bilsanglar bu narsani rahbar odamlarda, ya'ni bir martabaga erishgan odam, mansabdagi odamlarda ko'p ko'rinadi. Ya'ni direktormi, u uyda ham direktor, tualetda ham direktor, ishxonasida ham direktor, ko'chada mashinada yurganda ham direktor. Ko'chada yurgan payti begona odam uchun u hech kim emas. Hech qanday aloqasi yo'q. Hech qanday bir ishi yo'q. Lekin ozgina o'sha natijaga erishdi, pul topdi yoki bir martabasi bor, bo'ldi. Bu narsalarni hammadan talab qiladi. Eng qizig'i, bu talablar har kuni oshib boradi. To'lmaydimi? Bo'ldi, bosadi keyin. Jahl, agressiya, voz kechish, manipulyatsiya, faqat mana bu yo'q xolos. O'zini past ko'rmaydi xolos. Qolgan hammasi bor. Shuning uchun endi bitta narsada, agar odamning maqsadi katta ishlarni reja qilgan, katta maqsadlarni, katta planlarni, katta biznesni reja qilgan bo'lsa, o'zidan nimadir qoldirish bo'lsa, rivojlanishda doim davom etadigan bo'lsa, u o'zini hozirgi turgan holatini katta sanamaydi. Odam o'zini hozirgi turgan holatini hali men yo'ldaman deb hisobladimi, unda bu holat ko'rinmaydi. Bilinglar, kimda o'sha pul, ozgina pul topgandan keyin o'zini bosar tusarini bilmay qoldimi, juda katta ovordimi o'zini. Eng katta erishganim shu, bo'ldi, men maqsadimga yetdi degani mana shu bo'ladi. Va bunday odamlarga, bunday turdagi odamlarga xohlasanglar qilib ko'ringlar, ularni tan olmaslikdan yoqimsiz narsa yo'q. Ular uchun juda dahshatli narsa. Ko'chada ham direktorligini qilyapti, oddiygina fikr bilan hech kimsan deb ko'ring. Boshingizga balolarni to'kib tashlaydi. Hech bo'lmasa gap bilan. Yo bo'lmasa bo'ldi, bir umr siz orqangizdan poylab yuradi. Qachon shunga orqasidan bir pichoq sanchishga imkoniyat bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Shu tomonlari bor. Farzandlarga nisbatan, ya'ni erkak kishida, ayol kishida asosiy narsa egalik qilish, eshitilish, tan olinish. Agar ular bo'lmaydigan bo'lsa, bo'ldi, yana mana shu narsalar ketdi. Menimcha o'zi tushundinglar bu qoidani. Er-xotin o'rtasida ham xuddi shu. Boshqa hech narsa yo'q. Va diqqat bilan e'tibor beringlar, er-xotinning o'rtasida bu narsa maksimal darajada yuqori. Bo'ldi, meni eshitishing kerak, meni tan olishing kerak, sen menikisan. Bo'ldi, jahl, xafa bo'lish, manipulyatsiya, apatiya ketdi hammasi. Hammasi bor, hammasi bir vaqtda o'zida bor. Qani biznes, qani pul topish, qani bir loyihani rivojlantirish, bir tiyin kerak emas. Agar kerak bo'lganda shunga mos harakat qilingan bo'lar edi. Qilinmayaptimi, demak bu narsa kerak emas. Qilinmayaptimi, demak asosiy maqsad boshqa narsa. Qilinmayaptimi, demak boshqa narsa uchun qilinyapti. Bo'ldi, tushunib olaylik shu narsani. Eng ko'p hozirgi kunda mana shu orqasidan baloga qolishim mumkin, lekin men mayli roziman. Kiyinish va pardozni asosiy maqsadi egalik qilish, eshitilish, tan olinish. Tushunyapsizlarmi? Qanchalik bu ozuqa muhimligini. Va pardoz qilgan ayolga, yo bo'lmasa o'ta darajada zo'r kiyinib olgan erkakka, ayolga farqi yo'q. Tan olmay ko'ringa. Bo'ldi. Proses shundoq davom etaveradi. Yo, men o'zi hech kim emasman-da, yo bo'lmasa sendan kutmagandim, yo bo'lmasa nima unaqa deyapsan, kimsan sen? Yo bo'lmasa, o'zingizchi? Bir paytlar yuruvdingiz mamlaka. Bor yo'qol kerak emassan. Yo bo'lmasa xuddi shu alamini, endi qiziq joyi bor. Kimdan? Kuchi yetgan odamdan. Bu joyda faqat kuchi yetgan odamga o'tadi. Shuning uchun bilib olishimiz kerak. Men o'zim uchun chiroyli kiyinyapman, o'zim uchun pardoz qilyapman degan gap bo'lmagan gap. Uni orqasida albatta bir manfaati bo'ladi. 100% bo'lmagan holatda ham 99.9% holatda manfaati bor.
Oddiy misol, agar bunaqa deb hisoblamasangiz, karantinda ayollar uyda o'tirgan paytida pardoz qildimi, chiroyli kiyimlar kiydimi, yo'qmi, shundoq qarang. Javob shundoq ham aniq. Ko'p hollarda kasalliklar va qiynalgan, har doim demayman, ko'p hollarda kasallik va qiyinchilikning ham asosiy maqsadi egalik qilish, eshitilish, tan olinish bo'ladi. Shu sababdan agar u narsani bermaydigan bo'lsangiz, boshlanadi, xafa bo'ladi, jahl qiladi. Shu ritmda ishlaymiz. Shu yashash tarzida yashaymiz. Qanaqa biznes, qanaqa rivojlanish, qanaqa ilm olish haqida gapirilishi kerak. Bo'ldi, shundoq uni ichilaridan olib, yig'ib, musor yashiqqa otib yuboringlar. Yo'q u narsa. Avval mana bu narsalardan qutulib olish muhim. Qanday qutulib olish to'g'risida esa keyingi darsimizda gaplashamiz. Hozircha shuni hal qilib olaylik. Xo'p. Endi bitta narsa, boyagi emotsional ozuqalarni gapirdik. Boyagi emotsional xohishlarni gapirib o'tdik. Ya'ni mana shu narsalar muhim, bizga eshitilish, egalik qilish, tan olinish muhim. Agar bular bo'lmasa, keyin mana bu narsalar boshlanadi dedik. Endi bitta narsani eslab qoling va yaxshilab e'tibor bering. Ishi yurishgan hozirgi kunda O'zbekistonni o'zida boshqa narsani esdan chiqaring. Mayli boshqa joylarda, aslida boshqa joylarda bu undan ham zo'r. Ishi yurishgan kompaniyalarda emotsiya o 10-o'rinda turadi. Rahbar u xodimini emotsiyasiga, kayfiyatiga, xafa bo'lishiga qarab o'tirmaydi. Unga ish kerak va ortiqcha emotsiyaga o'zi ham berilmaydi. Bo'ldi, ishni yurg'izish uchun nima qilish kerak bo'lsa qilinadi. Va bu sifat lider erkaklarda ham bor. Shuning uchun ko'p lider erkaklarni ayollar yaxshi ko'radi, chunki ular emotsiyaga berilmaydi. Ayollar ularni shundoq boshqarishga urinsa ham ular ilinmaydi, emotsiyaga ilinmaydi. O'shaning uchun ayollar ko'proq yaxshi ko'radi buni erkaklar. Erkaklar bilib olinglar shu narsani. Va lider erkaklarda emotsiyadan ko'ra bajariladigan ish muhimroq. Kelishuv muhimroq, amal qilish muhimroq, natija o'sha pulni olgandan keyin u pulni ham qayerga sarflashini u oldindan biladi va shunga qarab harakat qiladi. Va yana bitta narsa, ishini ustasi bo'lgan odamlarda ishini ustalaridan, mana haqiqiy ishini bir zo'r mutaxassislaridan hech kim emotsional podдержка ola olmaydi yoki emotsional bir narsa ola olmaydi. Ularning o'ziga yarasha fe'li bor. O'ziga yarasha qiliqlari bor. U hech kimni orqasidan ergashib yurmaydi. Bo'ldi, o'zini ishini qiladi, bo'ldi. Ana xolasangiz robot deb hisoblang. Lekin uni robotligi ishida bo'ladi. Boshqa joyda emotsiyasi bo'lishi mumkin. O'zini kimligini biladi, nima qo'lidan kelishini biladi, shuning uchun ortiqcha narsaga berilmaydi. Endi bitta shu joydan muhim narsa ochilyapti. Qachonki odam o'zini ishini ustasi bo'lmaganda yoki o'zini ishini eplolmaydigan bo'lgandagina emotsiyaga kirishuvchan bo'ladi. Shu narsa esinglarda tursin. Endi g'arb va rivojlangan davlatlarni ko'radigan bo'lsak, ulardagi kompaniyalarda emotsiya u 10-o'rinda turadi. Bu narsaga e'tibor berilmaydi va emotsiyani chiqarish uchun, emotsiyani namoyon qilish uchun, emotsiyaga kirishish uchun ular ishda alohida bir vaqt tashkil qilishadi. Bir tadbirlar, vechirinkalar, har qanday bir kiyim bilan keladigan kunlar, shunaqalar tashkil qilib, o'sha emotsional holatni to'ldirib olishadi. Team building deydi, boshqa narsalar, lekin ish vaqtida ish bo'ldi, tochka, boshqa hech narsa yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Ishxonada ishi bo'lishi qanchalik muhimligini. Endi bitta narsani aytib o'taman. Bir rus odam gapiryapti, men o'zimga qattiq ta'sir qildi. Vaholanki o'zbekman, O'zbekistonda yashayman. Aytayapti. O'zbekistonda birorta bir odamdan yordam so'rasang yoki u senga bir yordam kerakligini bilsa, o'sha zahoti yugurib borib senga yordam beradi. U senga yordam kerakligini bilsa, shunday senga yordam beradiki, shunday o'zidan ham voz kechib, seni ishingni bitirib berishga urinadi. Bu tomonlama hayron qoladigan darajada. Lekin birorta odamga bir ish topshirib bo'lmaydi deydi. Odamlar ishini oxiriga yetkazmaydi. Iltimos shuni sababini tushuntirib beringlar, deyapti.
Haqiqatdan bu qiziq narsa. Chunki odamlarga o'zini ishini bitirish, o'zini ishini ustasi bo'lish, mutaxassisi bo'lish unchalik ham kerak emas. Lekin emotsiyani olish juda ham kerak, juda ham muhim. Aynan shu sababdan ham odamlarni bir mutaxassislikda emas, ko'proq boshqa tomonda, boshqa narsaga ovora bo'layotganini ko'rasiz va guvohi bo'lasiz. Endi bu tomondagi bir muhim narsalar bor. Esinglarda bo'lsa, mana bu joydagi narsani gapirib o'tdim. Ya'ni agar ozuqasini ola olmaydigan bo'lsa, boshqa joydan izlaydi. Mana shu joyga diqqat bilan e'tiborni qaratib qo'yasizlar. Boshqa joydan izlaydi. Boshqa joydan izlashini juda ham har xil turlari bor, har xil turdagisi bor. O'zidan topa olmadimi, boshqalardan izlaydi. Boshqalardan deganda bu faqat odam yoki vaziyat emas. Qiziq, juda ham muhim joylari bor. G'am, qayg'uli qo'shiqlar juda ham zo'r eshitilinadi, juda ham ko'p eshitilinadi va juda ham tez mashhur bo'ladi. Bittani suvi nomiga aloqador bitta gruppa bor edi, nomini aytib o'tirmay, ashullalari bor edi. Sevib qoldim, qiynalib ketdim, meni tashlab ketdi, nechinchidir etajda yuruvdim. Shunaqa odamlar o'lib yonib eshitadiki, hayron qolasiz. Va shunaqa seriallar bor. Meni nimaga tashlab ketding? Meni nimaga voz kechding? Nimaga unday yashaysan? Shunaqa odamlar mazza qilib ko'radiki, chunki o'zidan topa olmaydi. Qilguday ishi yo'q. Atrofidagi insonlarni ezg'ilab joniga tegib bo'lgan, ulardan o'sha bu narsani topa olmaydi yoki o'sha narsani atrofdagilardan olishni xolasa bir toshingni ter deydi, charchatib yuborgan. Endi ular kinolardan, seriallardan, qo'shiqlardan bu narsalarni topishadi. Va bitta narsani aytib o'tishim kerak, xafa bo'lmanglar, eng emotsional intellekti past bo'lgan odamlargina kuy-qo'shiqlardan, qayg'uli kuy-qo'shiqlardan va seriallardan ozuqasini oladi. Gapim tegib ketgan bo'lsa, xursandman. Balki shu sabab nimanidir o'zgartirarmiz. Shu narsaga diqqat bilan e'tibor berib qo'yinglar. Va eng qizig'i, mana shu serialni shundoq olib qo'ying yoki mana shu qo'shig'ini shundoq olib qo'ying, har qanday sizga bir zarar yetkazishga tayyor turadi. Chunki xuddiki uni ozuqasini olib qo'ydingiz, tortib uni ovqatlanayotgan narsasini olib qo'yganingizdan ko'ra ko'proq ta'sir qiladi. Ovqatlanib o'tirib ham serialni tomosha qilib o'tiradi, chunki qilguday ishi yo'q hayotda. Shu darajaga kelib bo'ldik. Shu holatgacha kelib qoldik. Oddiy holatda xato qilgan odamlarni kechirmaydi. Oddiy holatda har qanday odam xato qilishi mumkin. Har qanday odamda bir vaziyat sodir bo'lib qolishi mumkin. Arzimagan narsa, u narsa ulgurmaganidan, kechikkanidan, tushunmay qolganidan yoki eshitmay qolganidan bo'lishi mumkin. Yo'q, maksimal darajada bosim qilish kerak. Shunaqangi o'sha xatolariga udarni berish kerakki, nariga odamni holatini ko'rib kayf qiladi. Bilib olinglar, agar odam o'zi bu narsani o'zidan o'sha emotsiyani topa olmasa, mana shu tomonlama boshqalarni qiynab tashlaydi. Ko'pincha oila a'zolarini, chunki ular hech narsa qila olmaydi-da. Ota-onasi yoshi katta, javob qaytara olmaydi, bolalari kichik, javob qaytara olmaydi. Qanaqa biznes, qanaqa rivojlanish haqida gap ketyapti bu yerda. Kerak emas u narsa bizga. Aynan shu narsa kerak emasligi uchun ham emotsional narsalar bilan ovoramiz. Xo'p, oddiy misol, agar o'sha bir odamga haqiqatan biznesi kerak bo'ladigan bo'lsa, u o'zini vaqtini, kuchini shuni rivojlantirishga sarflardi-da. U serial ko'rib o'tiribdi, kim bilandir gaplashib o'tiribdi, o'zini chalg'itadigan narsalar bilan ovora. Mana bu joyda mamdagi osh qiladigan joy bor ekan, ketdik boramiz. Ovqatni xohlagan joyda yeyish mumkin, lekin emotsional ochlik shu darajada muhimki, uni qayerdan paydo bo'lganini hozir gaplashib o'tamiz. Negativ fikr bildirib mazza qiladi. Ya'ni
kommentariyada, YouTube'da, Instagram'da yoki chatda farqi yo'q. Bitta negativ fikr bildiradi-da, mazza qiladi. Tanasi orom oladi, rohatlanadi. Va shu negativ fikrlarni bildirib odatlanib qolgan bu odam biror narsadan yaxshilik ko'rishni emas, aynan yoqimsiz narsani ko'rishni yaxshi ko'radi. Eng qiziq joyi bor. O'zim necha marta ko'rganman. Instagramda ham, YouTube'da ham bu narsa bo'lgan. Qachonki negativ fikr bildirgan odamni gapi noto'g'riligini isbotlab qo'ysangiz yoki chiroyli qilib aytganda gapidan kelib chiqib o'zini yedirib qo'yadigan bo'lsangiz, shunday kommentariyalarning hammasini o'chirib yuboradi. Chunki u oziqasini ola olmay qoldi. Shu paytgacha gapirib qo'yganida hech kim unga gapira olmasdi. Kimdir so'kinadi. Chiroyli qilib yedirib qo'yadigan bo'lsangiz, polностью o'chirib yuboradi. Chunki topolmay qoldi oziqasini. Va bunday holatlar ko'p bo'lgan. Ko'p odamlarga o'z gapidan kelib chiqib turib chiroyli javob berib qo'yiladi, ko'pincha o'chirib yuborishadi. Bu o'sha oziqasini olib turuvdi, siz uni kesib qo'ydingiz, endi bu odam bu vaziyatdan voz kechishga tayyor. Negativ fikr bildirib maza qiladigan odamlar real hayotda ham bor. Bir ishni boshlaganingizni ko'radi, bir narsa olganingizni ko'radi. Bo'lmabdi. Bir og'iz maslahatlashmabsan-da. Shu mashinani ham olasanmi ya? Shu yerdan ham uy olasanmi ya? Shular bilan ham o'rtoq bo'lasanmi ya? U odamlarga bilib oling, sizni ko'rsatadigan reaksiyangiz muhim. Sizni ko'rsatadigan, bildiradigan reaksiyangiz muhim. Agar siz u odamga reaksiya bildirmasangiz yoki kerakli gapni shunday gapirib qo'yadigan bo'lsangiz, bo'ldi, o'chadi. Javobini ham aytib o'tib ketadi, yechimini ham. O'zimni boshimdan o'tgan, ko'pincha mashinani minishga, yuvishga ulgurmayman. Bitta tanishim aytayapti, o'rtog'im. Mashinangni yuvib yursang bo'lmaydimi? Men aytdim, "Senga nima? Mani mashinamni sen minyapsanmi?" dedim. "Yo'q" dedi. "Ya mashinamni kirini seni yelkangda ko'tarib yuribmanmi?" "Yo'q" dedim. "Yoki bo'lmasa mani mashinam yuvilmaganiga sen gap eshityapsanmi?" "Yo'q." "Senga nima?" dedim. Shu bilan hech qanaqa fikr yo'q. Bilib olinglar. Odamlar shu gapni gapirib, shunday fikr bildirib mazza qiladi. Emotsional bosim. Ya'ni biz nima haqida gapiryapmiz? Odamlarni boshqa joydan qidirishi to'g'risida gapiryapmiz. U egaligini topolmadi, eshitilishi topolmadi, tan olinishi topolmadi, pul ishlash haqida vobshe gap so'z bo'lishi mumkin emas. Va xafa bo'lib, bulardan ham topolmadi, endi boshqa joydan qidirishi to'g'risida hozir gap ketyapti. Emotsional bosim qilib mazza qiladi. Ayollarda juda ko'p ishlaydi, ajoyib tarzda ishlaydi. Erni kuzatib o'rgan, ertalab ikki xil vaqtda bo'ladi. Yo ishga yetib bormasidan bo'ladi, yo ishga yetib borib 10-11larda bo'ladi, soобщение keladi. Dada, siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Ana u er qotdi joyida, shundoq bo'ldi, hech balo yo'q. Qilgan, qilmagan gunohlarni hammasini eslaydi va iqrornoma yozib chiqadi. Avvaldan podarkalarni olib qo'yadi, kechqurunga xotiniga yetib borishga, bildimikan, eshitib qoldimikan, ko'rib qoldimikan, kimdir aytdimikan, o'qib qoldimikan, telefonimni parolini bilib olib, kechasi ko'rib qoldimikan, millionta narsa. Kechgacha asabini yegan, tamom qilgan, qiynagan, mana shu holatda uyga adoyi tamom bo'lib boradi va ayoli xohlagan narsasiga o'ynatishni boshlaydi. Tanishmi? Tanisha? Endi buni ham zo'r yechimi bor. Erkaklar, sizlar uchun aytib o'tib ketaman. Sizlarga shunday soобщение keldi. Shunday xabar keldi. Dadasi, gaplashib olishimiz kerak. Shunda o'ziga javob yozing. Ha, meni ham sen bilan gaplashib oladigan gapim bor edi degan. Endi iqrornomani ayollar yozishni boshlaydi. Bu emotsional bosimga faqatgina o'sha bosimni o'ziga qaytaribgina javob berish mumkin. Boshqacha yo'li yo'q. Boshqacha yo'li juda ham qiyin bo'lib ketadi. Va eng qizig'i shu emotsional bosim qilib odamlar mazza qiladi, rohat oladi. Bilib olinglar, hech ham imkon qadar yo'l qo'ymanglar. Ko'p holatlarda odam o'zini kuchi yetadigan odamga shu ishni qiladi. Kuchi yetadiganga qiladi. Farzandlariga, ota-onasiga, ojiz bo'lgan odamlarga o'ylaymanki tushuntira oldim va bundan mazza qiladi.
eng muhimi, eng qiziq narsalardan bittasi hozirgi kunlar davomida kurslar, treninglar, konsultatsiyalarni asosiy maqsadi yo egalik qilishini bildirib qo'yish, yo eshitilish, yo tan olinish uchun bo'lyapti xolos. Undan boshqa narsa uchun emas. Bordi, treningga, konsultatsiyaga bordi, nimadan maza qiladi? Sizni shunday qilishdimi? Siz qanday yaxshi narsalarga loyiqsiz? Sizni boshingizdagi koronani to'g'rilab qo'yish kerak axir. Biz boshqalarnikini ham to'g'rilab chiqamiz, o'zimizniki bilan emas faqat. Siz mana bunday narsalarga loyiqsiz, siz mana bularga loyiqsiz, siz mana bundaysiz, siz mana bundaysiz, siz mana bundaysiz, sizni ko'rganda hamma o deyish kerak. U ayol o'zini uydagi ayollik vazifasini bajarib qoyil qilmagan, erini ko'nglini olib qoyil qilmagan. Bir narsa qilib treningga bordi endi. Uyga boradida shunday eshikni ochib, "Manman" dedi, "Qani menga e'tibor" dedi. Ano oyligi 3 kun oldin tugagan. Menga gul berishing kerak. Uni qiladigan ishi nechta ishi bor? Arendasini to'lash kerak, xodimiga oylik berish kerak, yo bo'lmasa hali ishini oxiriga yetkazmagan. Shuncha narsa turibdi, endi bu narsa ham qo'shiladi. Ana endi konflikt boshlanadi. Lekin asosiy maqsad o'sha egalik qilish, eshitilish, tan olinish ozuqasini o'sha kursda, treningda yoki konsultatsiyada to'ldirib oldi, xolos, undan boshqa narsa yo'q. Agar yechim olganda borib o'zini vazifasiga qaytgan bo'lar edi. Borib o'zini vazifasini chiroyliroq bajargan bo'lar edi. Lekin bunday bo'lmayapti. Endi yana bitta muhim narsa bor. Odamlar bularni hech qaysi biridan topa olmadi. Hech qaysi biridan bir o'ziga kerakli bo'lgan emotsiyani ola olmadi. To'ldira olmadi, qiynalib ketdi. Va mana shu vaziyatda telefon, internet, Instagram ularga yordamga keladi. Reels ko'rish orqali, video ko'rish orqali o'zidagi o'sha emotsiyani to'ldiradi. Qiziqarli narsa ko'radi, yoqimsiz narsa ko'radi, qo'rqinchli narsa ko'radi, qo'rqinchli kino ko'radi, serial ko'radi. Internet va telefon orqali mana shu narsani to'ldiradi. Shuning uchun diqqat bilan e'tibor beringlar. Odam agar qanchadir muddat bo'sh bo'lganini sezsa yoki nimadir yetishmayotganini sezsa, shunda telefonni oladi. Shu telefonni olib qarab kirishishni boshlaydi. Buni asosiy sababi aynan mana shu odamni o'ziga kerakli emotsiyani yetishmasligidan. Va o'sha emotsiyani boshqa joydan olishga urinishidan bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Bu bizning hayotimizda bor narsalarmi? To'g'ri, bu gaplarni hammasi bor narsalar, lekin bitta narsa, bundan chiqib ketishning imkoni bor-da. Siz albatta bunday yashashingiz shart emas. Siz doimiy shu holatda qolishingiz shart emas. Bundan chiqib ketsangiz bo'ladi, chiqib ketishning imkoni bor, yo'li bor. Qila olasiz, to'g'rilay olasiz, chiqib keta olasiz agar xohlasangiz. Yechimlarni qo'limizdan kelgancha beramiz. Gap nimada? Siz shunday yashab o'tib ketmoqchimisiz yoki to'g'rilamoqchimisiz? O'zingizga shu savollarni bering. Va biz qo'limizdan kelgancha buni asl ildizi sababi nimaligiga sekin o'tamiz. Xo'p. Asl sababi bularni qayerdan kelganligini qanday topamiz? Bu eng muhim, qiyin bo'lgan ishlardan. Chizmalarni atay chizdim. Endi dars vaqtida chizib o'tirishga vaqt ketmasin deb chizib qo'ya qoldim. Hozirgi kunimiz bor. Hozirgi kunimiz bor va hozirgi kunimiz davomida olayotgan emotsiyalarimiz bor. Qidirayotgan emotsiyalarimiz jahl, nafrat, g'azab, hammasi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, hozirgi kunda bizga zarur bo'lgan narsalar bor. Endi bitta narsani bilib olinglar, agar bu narsani hozirni o'zida to'g'rilab, tarbiyalab, tartibga solmaydigan bo'lsangiz, bu umringizni oxirigacha borgan sari kattalashib, og'irlashib boradi. Bu bugungacha, shu kungacha bizda ancha kichkina edi. Biz sezmas edik. Hozirgi kunda biz o'sha hayotimizga sezilarli darajada bo'lyaptimi? Mana shu videoni ko'ryapsizmi? Demak, sezishni boshlagansiz.
avval sezilarli bo'lmagan va umringizni oxirigacha borgan sari ta'siri kuchayib boradi va bu narsani to'g'rilamaydigan bo'lsangiz, yo hamma narsadan kamchilik topaveradigan kampirlarga, yo nimaga bo'lsa aralashaveradigan chollarga o'xshab qolamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, ilmli va haqiqiy o'zini tarbiya qilgan insonlar yoshi kattalashgani sari xotirjamlashib, donoligi oshib va atrofga bo'lgan reaksiyasi stabillashib boradi. Lekin shunday holatlarni ko'ramizki, atrofga bo'lgan reaksiyasi doim agressiv, negativ, nimaga bo'lsa aralashaveradigan, mani aytganim bo'lsin deydigan, mana shu holatlar ham bo'ladi. Demak, bilingki, bu borgan sari kutish, norozilik, alam kattalashib ketgan. Endi bir muhim joyi bor. Bu qachon paydo bo'lgan? Qachon paydo bo'lgan? Deyarli har birimizda triggerli vazifasini bajaradigan eng asosiy bir vaziyat bo'lgan. Asosiy bir vaziyat bo'ladi. Ya'ni kimdir sizga qattiq tegib qo'yadi, qattiq gapirib qo'yadi, bir fikr bildirib qo'yadi. Men o'zimnikini aytib beraman. Men o'zim ko'p qiynalaman, haligacha ko'p qiynalaman. Va yaqinda topib oldim buni sababini. Perfeksionist desa ham bo'ladi. Perfeksionist eng qizig'i ish joyiga, kiyinishiga nisbatan emas, qiladigan ishga nisbatan perfeksionistman. Judayam talabchanligim maksimal darajada. Mana shu o'tirganlar ham biladi, qanaqa talab qilishimni. Va ko'rib turganlar, biz bilan ishlaganlar bo'lsa biladi, qanaqa talab qilishimni ishni. Va men buni topib oldim. Topib oldim-u, bilasizmi? Ana hech kimga ko'rsatmay yig'lagingiz keladi-yu. Ana shu holatda bo'ldi. Nahotki men shu gapni isbotlash uchun, shu gapni noto'g'riligini isbotlash uchun shuncha harakat qildim, shuncha yurdimmi? Va shunaqa bo'lib chiqdi. Nima bo'lganida? Men 3 yosh edim. Yoki 3-4 yosh edim. Ya'ni esimni tanib, tanimagan vaqtida. Shunaqa davrlar edi. Qur'on yodlatishgan edi, yodlar edik, qaysidir suralarni yodlagan edim va bir kuni qarang, gapiryapman, o'sha qo'lim zashitaga ketyapti. Mamlakatga bo'lishni xohlayapti-da, chunki shu darajada og'ir. Dadamning o'rtoqlari kelgan, tanish bilishlari kelgan, uyda endi mehmon bo'lib o'tirishibdi. Akam ikkalamizni chaqirishdi va Qur'on o'qishimizni so'rashdi. Tipa соревнование, kim yaxshi o'qiydi. Akam o'qidi, keyin men o'qidim. O'sha yerda turgan odamlarning bittasi akasi yaxshiroq o'qir ekan dedi. Bilasizlarmi? Ana shu narsa bo'lmasa menga hech kim sen yomon o'qiding demadi. Akasiniki zo'rroq ekan dedi. Shunaqangi narsa o'rnashib qolgan ekanki, men u odamni kim aytganini ham bilaman, qayerda aytganini ham bilaman, qachon, qaysi vaziyatda, kunni qaysi vaziyatdaligini, qanday kirib borganimizgacha esimda turibdi. Ya'ni shunaqangi muhim narsalar sizni esingizda qolib ketadi, o'zgarmaydi. Ya'ni qidirib topmoqchi bo'lsangiz, shunaqa vaziyatlarni qidirib topishingiz kerak bo'ladi. Va shundan keyin har bitta qiladigan ishim albatta oldingisidan zo'rroq bo'lishi kerak deb harakat qilganman. Men uchun bu narsa katta foyda bergan. Zo'r, har doim qo'limdan kelgancha avvalgisidan zo'r bo'ladi. Har doim onlayn dars berishda ham boshqalardan oldinda yuraman. Ha, to'g'ri, lekin bu qiyinchilik evazidan bo'lish kerak emas-da. Rohatlanib, maza qilish evazidan bo'lish kerak. Endi bitta tomoni bor. Agar meni qilgan ishim boshqalarnikidan, dizayn sohasida ham, kamon otish sohasida ham, mana onlayn ta'lim sohasida ham qaysi birida bo'lishidan qat'iy nazar boshqasidan zo'r bo'lmasa, men qilmay qo'ya qolaman. Yoki boshqasidan zo'r bo'lmasa, men o'zimni qiynab tashlayman. Qiynalaman shuni orqasidan. Trigger asosiy vaziyat o'sha. Akasi bundan yaxshi Qur'on o'qir ekan degan tochka bo'lib chiqdi. Va men o'zimdagi bu narsani topganimdan keyin aytaman, hech kimga bildirmay o'tirib yig'lagim keldi. Bo'ldi ham shunaqa vaziyatlar. Va bunaqa vaziyatdan 2-3 tasini topganimdan keyinchi hayotga boshqacharoq qaraydigan bo'lib qoldim. Albatta buni undan keyingi qiladigan ishi bor. Buni qanday to'g'rilash yo'llari bor. Buni 3-darsimizda gaplashamiz sizlar bilan. Asosiysi buni imkoni bor, yo'li bor. Va mana bu vaziyatni qayerdan topasiz?
qanday topasiz? Muhim joyi shu. Ya'ni bu trigger bo'lgan vaziyatni qayerdan topasiz? Ko'pchilik eslay olmasligi mumkin, lekin eslashni iloji bor. Ko'pchilik buni blok deydi. Tushuncha desak ham bo'ladi, trigger desak ham bo'ladi, farqi yo'q. Yoshligingizda. Endi bitta narsa bor. 0 dan 7 ga yoshgacha bo'lgani eng muhimlari. Eng muhimi, eng asosiylari 0 dan 7 yoshgacha bo'lganlar. Lekin bu yoshdan keyin bo'lmaydi degani emas. Chunki men o'zimnikini qidirib topganimni bittasida 20 yoshda ekanligimni topdim. Haqiqatdan ta'sir qilgan, haqiqatdan alam qilgan, haqiqatdan qolib ketgan narsani bittasi 20 yoshda. Demak tushundimki, bu narsa odamni har qanday yoshida bo'lishi mumkin, lekin asosiysi mana bu yoshda bo'ladi. Asosiysi. Bu yoshda muhimrog'i bo'ladi, bunda undan keyingi darajadagilar. Birinchisi, buni qanday topasiz? Ya'ni boyagi triggerni, asosiy narsani qayerdan topasiz? Birinchisi, qayerda bosimni his qilgansiz? Bosimni his qilgansiz va javob bera olmaydigan holat bo'lgan. Aynan bosimda. Sizga bosim bo'lgan, javob bera olmagansiz. Tomog'ingizda gap tiqilib qolgan, manetingizda qolib ketgan gap. Gapira olmagansiz, yosh katta bo'lgan, kuchingiz yetmagan, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Bosim, javob bera olmagansiz, tomog'ingizda tiqilib qolgan. Yechimsiz vaziyatga duch kelgansiz. Yechimsiz vaziyatga duch kelgansiz. Bitta narsa borda, men dadam o'tib ketishlaridan oldin bu narsani ko'p gapirardilar. O'zimga ayniqsa ko'p gapirardilar. Muraveyimiz bo'lardi yoshligimizda. Aytmoqchi bo'lgan narsam hozir mayli tushuntirib olay oldim. Muraveyimiz bo'lar edi. Muraveyimiz, men bilmas edim u buzuq ekan. Men taxminan yo 1-sinfman, yo 2-sinfman, yo shunaqa atrofda, yo undan ham kichkinaroqman. Dadam muraveyimizni yurg'izib qo'ydi-da, men o'tiribman. Muravey bilsanglar, mana bu qo'lda mamdaka bilan gaz beriladi. Gaz berib tur, bo'lmasa o'chib qoladi dedi. Xo'p dedim, gazni beryapman. Dan qilyapman. Muravey hech qayerga tekkanim yo'q. Diq etib skoroskga tushdi. Shundoq ketyapman. Endi men tushuntirib berishim kerak buni. Meni taniganlar, uyimni oldini bilganlar juda yaxshi biladi bu vaziyatni. Bundoq deylik. Что-то неужели mahallami esdan chiqarib olibman shekilli. Qiziq joyi, eng qiziq joyi, mana bu yerda bizning uyimiz. Mamdagi uyimiz bor, mamda G formatda. Men mana bu yerda turibman. Muraveyda turibman, gaz bosib turibman. Tasavvur qilinglar, 5, 6, 7 yosh atrofidagi bola. Muravey ushlab olgan. Qiziq joyi. Mana bu joyda suv bor, ariq bor. Bu ariq o'tib, mana bu yo'lni tagidan o'tib, mana bu joyda katta ariqqa qo'shilgan. Katta ariqqa qo'shilgan. Bu uyimiz oldidan mana bunday suv o'tgan. Tasavvur qilinglar. Men Muraveyni ushlab turibman. Bitta skoroskga tushdi-da, mana bu yoqqa ketdi-da endi. Tasavvur qilinglar. Men ariqqa tushib ketaman. Ariq 2 metrli ariq. Balandligi 2 metrga ketgan 6-7 yoshli bola ariqqa qarab ketyapti. Muravey bor, u o'ladi odam. Это tirik qolmaydi. Shundoq yurib ketyapman, bir Xudo saqlagan. Men o'zim bir narsa qilganman deya olmayman. Это Xudo saqlamasa hech qanaqasiga iloji yo'q edi. Ketyapman-da, rulni qo'yib yuborish aqlga kelmaydi. Bolalik holatida bu aqlga kelmaydi. Bosib ketyapman.
Shunga 1 metr qoldi yo 1,5 metr qoldi. Shundoq burildi rol. 90% ga burila olmaydi. Taxminan 70 gradusga, 90 gradusga burila olmaydi, taxminan 70 gradusga burildi. Bitta burdim. Endi bu kattarog'iga qarab ketyapman-da, unisichi undan kattaroq. Ko'ryapman qayoqqa ketayotganimni. Ko'ryapman. Tasavvur qilinglar, 2 metrda bir narsa qilib tirik qolishni iloji bo'lsa, bu yerda вообще iloji yo'q. Umuman iloji yo'q. Va yana 1,5 metr qolganda bu tomonga shundoq burdim. Diqqat bunaqasiga burdim. Va monetga kelganda o'chdim. Mototsikl o'chdi. Men qo'yib yubormadim, mototsikl o'chdi. Shundoq orqamga qarasam, dadam mototsiklni ushab tortayotgan ekan orqaga. Tortayotgan ekanda, men qo'rqib ketdim. Dadam meni so'kdi. So'kdiki, nimaga unaqa qilding? Men unaqa qilmagan edim. Diqqat bilan bitta narsani e'tibor beringlar. Dadam o'sha paytda so'kdi. Vaholanki men taxminan 12 yosh, yo'q, uzr, adashdim. Kollejga borganim edi. 15-16 yoshli paytimda menga aytdi, o'g'lim, aslida mototsikl buzuq edi, erta sani aybing yo'q edi dedi. Bilasizlarmi? O'shangacha men o'zimni nimaga bunaqa qildim deb yurar edim. Lekin mana shu vaziyatdan keyin men tushundimki, yechimi yo'q, imkoniyatni o'zi yo'q. Hamma joyda yechim bor. Bu narsa yoqimsizdek tuyulishi mumkin, lekin menga shu dadam aynan bu san xatoying yo'q edi, asli mototsikl buzuq edi deganidan keyin menda shunaqa narsani uyg'otganki, demak hamma vaziyatda yechim bor. Hamma vaziyatda imkoniyat bor. Aytmoqchi bo'lgan narsam, albatta sizlar hozir qidiradigan narsa bu yomon bo'lsa, faqat yomon degani emas, u yaxshi tomonga ham ishlashi mumkin. Ya'ni trigger o'sha narsa yaxshi vaziyatlarga ham sababchi bo'lib qolishi mumkin. Biz faqat yomon vaziyatga sababchi bo'lganini qidiramiz. Tushuntira oldimmi? Izlash jarayonida shu narsaga e'tibor beringlar. Javob bera olmagan holat. Vaholanki men o'shanda bosim bo'lgan. Javob bera olmaganman. Gapim tiqilib qolgan. Men hech narsa qilmadim deganman, lekin qolib ketgan. Lekin nima muhim joy bo'lgan? Dadamni o'sha paytda aytgan gapi. Dadam o'sha narsani to'g'rilab o'tib ketgan. Hozirgi kunda farzandingizga qachondir nimadir deb qo'ygan bo'lsangiz, nohaqdan deb qo'ygan bo'lsangiz, sanni nohaqdan gapiruvdim, o'sha asli mabindek edi deb qo'ysangiz ham uni o'sha ichidagi bloki yechilib ketaveradi, mana bu narsasi hal bo'lib ketaveradi. Shu narsa ham juda muhim narsa. Aytmoqchi bo'lganim, bu vaziyatlarni qidirayotganda qanday narsaga sababchi bo'lib qolganiga ham e'tibor berishimiz kerak. Yana bitta muhim narsani aytib o'tay. O'sha sizni ichingizda noto'g'ri narsaga, noto'g'ri hozirgi kundagi keraksiz emotsiyani olishga sababchi bo'layotgan narsa to'g'rilanadigan bo'lsa, u sizga juda katta quvvat beradigan narsaga aylanib qoladi. Shu narsaga ham e'tibor berib qo'yinglar. Emotsional bosim, yechimsiz vaziyat, javob bera olmaydigan holat, gap topilgan, gap tomoqda qolib ketgan holat va hali ko'rsatib qo'yaman degan vaziyat. Shunaqa holatlar bo'ladi, biz hali senga ko'rsatib qo'yaman deymiz-ku. Ana shuni sababidan ham mana shunday muammolar kelib chiqadi. Demak, birinchi darsimizdagi berilgan vazifa nima edi? Hamma parametrlar bo'yicha kerakli tochkalarni topib chiqish va qanday emotsiya olayotganimizni topib chiqish. Va bugungi ikkinchi darsimizda ham ko'proq ma'lumot berildi va bu darsimizning eng asosiy vazifasi mana shunday holatlar qachon sizda sodir bo'lganini aniqlash. O'sha siz qanday emotsiya olayotganingizni, qaysi emotsiya sizda ko'proqligini, egalikmi, eshitilishmi, tan olinishmi, ko'proqligini ko'rganingiz sari va qanday reaksiyangiz ko'proq bo'layotganiga qarab ham aslida tochka qayerdaligini topib olsangiz bo'ladi. Va asosiy yechim 3-darsda beriladi. Hozirgi asosiy narsa sizga mana shu narsalarni aniqlash. Shuni aniqlash orqali juda katta narsaga erishamiz. Darsimiz og'ir bo'lishi mumkin, tushunish qiyin bo'lishi mumkin, lekin bu narsani to'g'rilab oladigan bo'lsangiz juda katta narsalarni o'zgartirib yuborasiz.
Savol bormi? Mhm. Yoshligim 0 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan vaziyatni eslolmasa, Mhm. bo'lmasa, nima qilsin и qanaqa savollarni o'ziga berish orqali shuni chuqur bo'lsa bo'ladi. Tomoshabinlar ham borda bu yerda. Boya ham savol berishdi. Xo'p, 0 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan vaziyatda qaranglar, haqiqatan men e'tibor bermayman. Men uchun eslash kerak, eslab ketaveraman-da. Kimgadir eslash qiyin ekanda shu narsani. 0 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan vaziyatda agar odam esla olmasa nima qilish kerak va o'ziga qanday savollarni berishi kerak? Birinchisi. Men hozir nimadan qiynalyapman? Ya'ni men hozirgi kunda nimadan qiynalyapman? Qaysi ozuqa menga yetishmayapti? Boyagi tan olinish, eshitilish, egalik qilishda qaysi biri menga ko'proq yetishmayapti? O'sha uchalasidan qaysi birligini aniqlaysiz? Ikkinchi savol. Bu birinchi savol. Ikkinchi savol. Bu narsa menda qachon boshlangan? Pocherkam vaja dahshat. Bu narsa menda qachon boshlangan? Yana o'sha gap, eslolmasamchi. Eslolmasangiz, hozirgi yoshingizdan boshlab, misol uchun hozir men 39 ga kirgan bo'lsam, ketdi. Necha yoshgacha esla olsangiz, o'sha yoshgacha eslayverasiz. Farqi yo'q. Uni qancha bo'lishini farqi yo'q. 19 yoshingizmi, 20 yoshingizmi, 12 yoshingizmi? Farqi yo'q. Qachon o'sha narsa birinchi marta shu narsa menga yetishmadi, yetishmasligini boshladi. Va agar haqiqiy zo'r javobni olishni xohlasangiz 1-2 kun vaqt ketadi. 1-2 kun vaqt ketadi. Unda nima qilinadi? Shu savollarni miyangizga tashab qo'yasiz. O'zingizga savolni berasizda, ishingizni davom ettiraverasiz. Miyani shunday xususiyati bor, fonoviy rejimda, ya'ni orqa planda o'zi kerakli narsani o'ylab javob chiqarib beradi. Javob bir necha kundan keyin chiqishi mumkin. Lekin chiqadi. O'sha vaziyatni eslaysiz. Chunki miyaga zadacha qo'yildimi, u bajaradi. Shunaqa xususiyatga ega. Bir narsani xohladimi, oxirigacha boradi. Shu xususiyatga ega. Shuning uchun mana shunday savollarni berish orqali o'sha kerakli tochkalarni aniqlaymiz. Kerakli tochkalarni aniqlaganimizdan keyin buni yechimi haqida gaplashamiz. Yana bitta gap, bu sohada savolinglar bo'lsa, video tagidagi, YouTube'dagi video tagidagi kommentariyalarda qoldirishinglar mumkin. Qo'limizdan kelgancha javob beramiz. Endi aytishingiz mumkin. Bittasi shunday savol bo'ldi-da, YouTube'dagi kommentariyalarda odamni katta natijaga erishishiga, katta ishlarni qilishiga shunday xohishlar, shunday emotsiyalar sababchi bo'ladi-ku, shunday egalik qilish, boshqa sababchi bo'ladi-ku. To'g'ri, sababchi bo'ladi. U faqat mana bungacha sababchi bo'ladi. Ozgina reja qilgan bo'lsa, o'shangacha erishadi, bo'ldi, shunda qotadi. Bo'ldi, boshqa narsaga erishmaydi. Agar sizning maqsadingiz oyiga $1000, $1,500 topib bo'ldi, shu bilan to'xtash bo'ladigan bo'lsa, bemalol. Bu birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni, bu xuddi mashina, qimmat mashinangiz borda, unga quyilayotgan arzon benzinga o'xshab qoladi. Bir kun bo'lmasa, bir kun motoringizni dabdala qiladi. Shu narsaga tayyor turishingiz kerak bo'ladi. Buguncha shu. Savollaringlar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda qoldiringlar va xuddi shu muammosi bo'lgan odamlarga yuborib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Yaxshisi, hamma rahbarlarga yuboringlar. Kimni akkauntini bilsanglarda, yuboringlar. Va hamma xodimlarga yuboringlar.
Yo bo'lmasa yozib qo'yinglar. Agar ishingizni dabdala qilishni xohlasangiz, bu videoni ko'rmang deb qo'ying. Ko'rib ko'pchilik foyda oladi. Hozircha shu. Assalomu alaykum.